Avvalambor Ganaderma tarixidan gapiradigan bo'lsak, uni tarixi 4000 yillik tarixga ega. Lekin O'zbekistondagi tarixini 2009-yildan boshladi. 2009-yildan bugungi kungacha qilingan ishlarning asosiy sababi, asosiy maqsadi bu xalqqa, o'sha oddiy insonlarga buni shifobaxsh taraflarini ko'rsatishdi. O'shanga ham ilk qadamlarimizni biz natijaga qaratib, o'sha 2012-yilgacha natijalar bilan ishlab, mana O'zbekistonda hozir bugungi kunga kelganda 200 mingga yaqin iste'molchilari bor bu mahsulotni. 2012-yildan o'sha davlat muassasalari, tibbiyot muassasalari bizning natijalarga nazar tashlashni boshlashdi. Shuni asosida o'tkazilgan anjumanlar, konferensiyalar, klinik tadqiqotlar bu narsaga olib keldiki, 21-yil 5-fevralda Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus komissiyasi tomonidan bizning mahsulotlarimiz BAT, ya'ni BFQ toifasidan ekstrakt, ya'ni funksional oziqa toifasiga o'tkazilgan bo'ldi. Bu o'z navbatida, ya'ni ilmiy tadqiqotlar o'tkazishga, uni orqasidan bu yerda Ganaxerga tegishli Gana ART Medics klinikasini ochish tarixiga asos bo'ldi.